Assalomu alaykum, hurmatli skuter quva obunachilari hamda bizni kuzatib turgan hurmatli kuzatuvchilar. Akalar, opalar, osh tog'alar. Xullas, bugun 26-mart 2026-yil sanasiga ko'ra ko'rib turgan ikkita velosipedlarning kelgan elektro skuter yangilangan model. Xo'p, bu skuterlarimizni hozir sizlar bilan to'liq ma'lumotlarini, xarakteristikalarini hamma yo'g'ini ko'rib chiqamiz. Narxini videoda oxirroqda aytamiz akalar. Narxlari ham ancha arzon narxlarda qilib qo'yganmiz. Narxlari ham albatta sizni xursand qiladi, sizni quvontiradi. Akalar, ko'rib turgan veloskuterlaring yangilangan model akalar, sakadiskada bo'ladi. Oldi tormozlari jitkisli qilib ishlangan. Oldida baquvvat amortizatorlar qo'yilgan. Shina razmerlari yemali bo'ladi. Cherokee, ya'ni 300 ga mana ko'rsatib o'tiraman sizlarga. 300 ga 10 qilib ishlangan mana. Cherokee pakrishkalardan qo'yilgan. Ko'rasizlar, oldida setkachalari bor. Skuterimizda 5 ta akkumulyator joylashgan. Bitta zaryadi bilan 30 kilometrdan tortib 60-70 kilometrgacha sharoitingizga qarab minsiz bo'laveradi. Xo'p, maksimalniy tezligi 35-40 tezlikda harakatlanadi. Hozir sizlar bilan ham ko'rib o'tiramiz. Qarang, parkovka rejimi bor, 3 tali skorsi, kilometrlar 00 zaryadini ko'rsatib turadi. O buni parkovkadan bunday bosib turib chiqaramiz. Ko'rdingiz, endi sekin yurgizamiz. Yurgizsa skuterimiz yurib ketaveradi. Keyin skuterimizni aytib o'tish esdan chiqib akalar, detskiy rejimga qo'yib olsangiz ham bo'laveradi. 22 dan o'tmaydigan rejimda bo'ladi. Orqa batonlari 400 vatli qilib ishlangan, 240 vatli yozilgan, prava nomi talab etilmaydi. Veloskuter qilib minsiz bo'laveradi. Pedallari ham bor, lekin ozgina mingani noqulay. Orqalarida 2 kishi bemalol harakatlansa bo'laveradi. Bu veloskuterlarimizdan farqliroq akalar, sidinasi bittali qilib ishlangan, uzun sidinalar bo'ladi. Oldida 1 kishi, orqasida 1 kishi ketsa bo'laveradi. Amortizatorlari ham 2 tali qilib ishlangan. Yonida turbalari ham bor. Mana bu yerdan zaryadga qo'yasiz. Skuterimizni maksimalniy 150 kg dan 170 kg gacha bo'lgan yukni bemalol olib ketaveradi. Oldi faralarni ko'ryapsizmi? LED fara qilib ishlangan oldi faralar. Kech payt yoritgani rosa ham zo'r. Ko'rasiz, rosa ham tiniq. Oldida oyoq qo'yadigan noshkalari bor mana. Oyoq qo'yadigan noshkasi, cho'ntechalari, skuterimiz kalitdan tashqari pultda ham harakatlanadi. Chaqmoqni 2 marta bosib qo'yadigan bo'lsangiz, skuterimiz yuradi. Yonlarida svitlarni qarang, yonishini qarang. Har xil bo'lib yonib turadi. Orqa chiroqlari ham o'zi mana demonstrantga tegishli, hamma faralar yonib turadi. Pavorotlarni yoqib ko'rsatib beraman qarang. Pavorotlarni yonishini ko'ryapsizmi? Orqasida ham pavorotniki bor, hamda oldida ham pavorotning bilan jihozlangan. Endi buni o'chirish uchun ochig'ini bitta bosib qo'yasiz mana. Ochig'ini bitta bosib qo'yadigan bo'lsangiz, skuterimiz o'chadi. Oldilari ham keng qilib ishlangan, bemalol mayda-chuda xarajatingizni qo'yib olib ketsangiz bo'laveradi. Hop. Skuterimizni qarang. Bachogi ham bor, qarang. Bachogida ham bemalol boshqa bir narsangizni mayda-chuda olib ketsangiz bo'laveradi. Bu jileti, mana yomg'irda kiygan jileti, zaryadchiga, so'mkachasi, kitobchasi hamda bu skuterimizning kaskasi bor. Kaskalari qo'shib beriladi. Akalar, endi ko'rib turgan skuterlaringni narxiga keladigan bo'lsak, atiga 4.700.000 so'mdan xarid qilib ketsanglar bo'laveradi. Pastda nomerlar qoldiramiz, bemalol bog'lanaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz bor. Albatta kelishilgan pulli holatda bo'ladi. Nima gapinglar bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar, Telegramdan murojaat qilaverasizlar akalar. Ranglariga keladigan bo'lsak, bunaqangi kulrang rangi hamda xameleon rangi, qorasi, ko'ki, shunaqa svetlari bor. Hozir ikkitasi tayyor bo'lgani uchun ikkitasini video qilyapmiz. Bundan tashqari skuterlarimiz bundan seroq bemalol murojaat qilaverasizlar, qancha bo'lsa bor akalar. Oldi tormozi jitkisli, orqa tormozi kalotishni qilib ishlangan akalar. Tiyag'ichi ham ikkitali bo'ladi. Mana ko'ryapsizmi? Yon tiyag'ichi ham qo'yib ketsangiz bo'laveradi. Kattaligi bo'yicha ham ancha-muncha skuterdan katta. Mana solishtirishlaring uchun mana qaranglar. Bu veloskuterimiz bu. Ko'ryapsizlar?
3600 ming so'mlik velosipedimiz. Bu yangilangan velosipedimiz. Bunda litium batareyka bo'lsa, bunda geliy akkumulyator joylashgan 5 ta. Akkumulyatorlari ham xudo xolasa sotuvda mavjud. Bemalol qo'rqmasdan xarid qilaverasizlar. Qachondir ketib qolsa, akkumulyator o'lib qoladigan bo'lsa, yo zapchastlardan muammo bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa problema yo'q. O'zimizda hamma zapchastlari mavjud. Zapchastlarni ham qilib berilaveradi. Akalar, bundan tashqari yig'ilmagan korobkada xohlaydigan bo'lsangiz, korobka holatda ham bor. Skuterlarimiz 16 cho'ntaklarimiz, TK modellarimiz, 14 cho'ntaklarimiz, velosipedlarimiz, motorollerlarimiz hammasidan kelgan. Hozir bularni sizlarga bir qator ko'rsatib o'tib ketaman. Narxlarini pastdagi nomerlarga telefon qilib, bemalol bilosinglar bo'laveradi. Narxlari ham ancha arzon narxlarda qilib qo'yganmiz. 3 g'ildirakli velosipedchalarimiz bolajonlar uchun ukalarimizga har xil turdagi 3 yoshdan tortib 11-sinf, 12-sinfgacha bo'lgan bolalarni bemalol ko'taradigan katta velosipedlar ham bor. Korobkada trisikillarimiz mavjud. Xo'p, PRS raqamli elektronli velosipedlar ham kelgan. Bularni ham bitganda to'liq qilib videosini ko'rsatamiz. 3 g'ildirakli velosipedlar ham kelgan. Bularni ham ko'rsatib o'tamiz. Motoblok so'rayotganlar uchun akalar, motobloklarimiz ham bor. Xudo xolasa ko'ryapsiz. Hammasi 7 ta ot kuchli baloni, kattasi, baloni kichkinasi hammasidan bor. Bularni ham narxini ancha arzon narxda qilib qo'yganmiz. Xullas mana Motoroller so'rasiz, Motoroller 500 kglik, 400 kglik, 300 kglik, 280 kglik, 250 kglik katta skuterlarni ham har xilidan olib kelib qo'yganmiz. M7 modeli, Tesla model, HD fara, TK, Tesla yangi modelimiz. Bularni ham hammasidan bor xudo xolasa. 14 cho'ntak model so'rayotganlarga mana qaranglar. 14 cho'ntak modellarni ham har xildan kelgan. Zatniga yuradigani deysizmi, 16 sakadiska jitkisligi deysizmi, redline balonligi deysizmi, hammasidan bor. Hoji bobolar uchun mana ko'ryapsizlar, Transformer modeli. Bu yerda joy bor, mana bunday qiladi. Suradigan bo'lsa, bitta o'zi ketaveradi, orqaga suradigan bo'lsa, tagida ikkita sidina chiqadi. Bemalol 3 kishini ko'tarib olib ketaveradi. Bularimiz narxini ham $535 narx qo'yganmiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar akalar. Manzilimizga keladigan bo'lsak, biz manzilimiz Farg'ona Quvada joylashgan akalar. Quvani ko'pchilik Qo'qonda o'ylayapti. Bizniki Quvada akalar. O'tdim bazamiz, sklatimiz, do'konimiz Quvada joylashgan. Qarang. Bu tomon Quvana sentri, Qolmazor yo'nalishi. Qolmazor yo'nalishidan sekin kirib kelaverasizlar. Xo'p, bu yerda Abu Hanifa jome masjidi bor. Kecha yurganingizdan keyin chap qo'lda biz do'konimiz keladi. Endi Farg'ona, Sharxon, Andijon yo'nalishidan kirib kelganingizda, xo'p, bu Quvana sentrga yurganingizda o'ng qo'lda bizning do'konimiz keladi. Bemalol kelaverasizlar. Xudo xolasa o'zimiz xizmatdamiz. Qanaqa muammo bo'lsa, qanaqa ma'lumotlar bo'lsa, hammasini o'zimiz to'liq qilib beramiz. Usta xizmatlari, zapchastlari hammasidan mavjud akalar. Mana shu Mirsayt akam bo'ladi. Mirsayt akamiz ham xudo xolasa xizmatda kelaverasizlar. Sizlarga chiroyli qilib, arzon qilib beradi aka. To'g'rimi? Bo'ldi albatta. Kelaverasizlar. Velosipedlar germanskiy, velosipedlarimiz germanskiy, Xitoydagi hamda har xil turdagilar bor. Aka, qolganlarini olib chiqilmadimi hali? Endi olib chiqiladi. Erta tongda akalar sizlarga video qilib qo'yapmiz. Xudo xolasa manfaatli bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Qaranglar. Bolajonlar uchun 7 yosh, 7 yosh, 6 yoshga ashlaqalarga tushadigan 3 g'ildirakli velosipedlar qaranglar. Mana har xil turdagi to'lib yotibdi velosipedlar. Hammalaringga yetadi xudo xolasa. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Narxlarini ham ancha-muncha joydan arzon qilib, sizni xursand qiladigan qilib, quvontiradigan qilib beramiz. Bonuslari hamma yo'g'i ichida. Xo'p, yana nima bor? Mana qarang. Elektronli velosiped, bu tokli. Narxini aytib o'tib ketaveraymi buni aka? 4.400.000 so'mdan elektronli velosiped, ham elektrda yuradi bu. Buni gaz uchkasi yo'q. O'zini velosipedda ham 7 ta skorsi bor. 10 ta 15 ta germanskiy velosipedda ancha yengil yuradigan, orqa apparatlari yaponskiy qilib ishlangan. Tashqariga bitta olib chiqing, bitta ko'rsataylik. Zapchas qismlari ham, mana zapchaslar ham bor.
bilishadi o'zlari. Bunday olib chiqing. Olib chiqarib ko'rs. Nech pul? 800 ming so'mdan Belarus Ural velosiped Xitoydagi lekin yaxshi yuradigan, xizmat qiladigan. 800 ming so'mdan. Mana elektronniy velosipedimiz Xitoyda Yevropaga eksport bo'lgan yaxshi velosipedlardan biri. Akalar, velosipedimiz 26 razmerda bo'ladi. Ramalari alyumin qilib ishlangan, rangi qip-qizil. Turishini qarang, buni go'zalligini qarang aka. Buni benislari ham, mana ular ham ligirovka bo'ladi. O'zingizga moslab olsangiz bo'laveradi, bemalol. Tormozi qo'lda bo'ladi. Mana ikkalasi ham tormoz. Tormozlar ham ancha ishonchli qilib ishlangan, boshqa velosipedlar tormozdan ancha farq qiladi. Bu elektronniy bo'lganligi sababli. Xo'p, akkumulyatorlari 36 voltli qilib ishlangan, bitta zaryadi bilan 30 kilometrdan 60 kilometrgacha minsiz bo'laveradi. Buni qolgan skuterlarga qaraganda, velosipedlarga qaraganda rasxodi ozroq. Nimagaki buni qo'lda gazi yo'q, manaqa gaz ruchkasi yo'q. Buni faqat pedalida tepadigan bo'lsangiz, o'zi tezlashtirib beradi. O'zini elektronikasi bor. Gaz qo'shib beradigan rejimi bor. Maksimal tezligi o'zingiz kuchingizga qarab turib chiqib ketaveradi. Motor quvvatlari 250 vattli qilib ishlangan faralar LED fara bo'ladi. Keyin farasi hamda tablolari qorong'i tushganda avtomatik yonadi. Avto faralari bor. Chatirlari ham alyumin qilib ishlangan, plastmassa bo'ladi. Zashniklari, orqa apparatlar yaponskiy, spisalari nejavika, diskalari 2 qavatli qilib ishlangan akalar. Shu ko'rib turgan ajoyib velosipedlaringizni atiga 4 million 400 ming so'mdan qilib qo'ydik. Bitta olib minadigan bo'lsangiz, yillab xizmatingizni qiladigan velosiped xudo xolasa. Buni olib minayotganlar biladi. Shuncha maqtash kerak yo'q. Bitta olib minib ko'radigan bo'lsa, o'zi biladi. Buqa velosipedlarimiz ham kelgan, mana 1 million so'mdan 1 million 800 ming so'mgacha bor akalar. Ko'rasizlar, xo'sh tog'alarimiz minadigan, chiqqani oson, mana o'qilari yo'q, bemalol oyog'ini o'tkazib minaveradigan qulay velosipedlarimiz narxi ham 1 million so'mdan 1 million 800 ming so'mgacha. Qolganlariga to'liq ma'lumot beramiz desa, narx vaqtimiz yetmaydi. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, to'liq ma'lumot olib, nima savolingiz bo'lsa, qanaqa savol sizni qiziqtirsa, bemalol berib, o'zingiz bilib olishingiz mumkin. Akalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan zikrulloh bo'ldi. Skuter quvaga bitta like bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Mana shu nomerlarga bemalol telefon qilaverasiz.